saqlab qo'ying, ehtiyot qilasiz. Bu yetilmasdan nazorat joyi. Sog' bo'ling aka, yaxshi yetib oling. Saflaringiz bexato bo'lsin. Konsertlar yaxshi bo'ladigan gala konsertga ikkita bilet o'ynaymiz. Faqat xursandchilik bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, hozir o'yinimizni o'tkazamiz. Kim tanlab beradi? Mana shu raqamlar orasidan bittasini tanlab berishadi. Kimda agar raqam o'tirgan joyini raqami chiqadigan bo'lsa, o'sha odamga 2 kishilik biletni beramiz. Bu hamma narsasi mana qonuniy, ko'rishingiz mumkin, pechatlari bor, bu yerda mana biletlar, nazorat joylari yechilmagan. 34-mesta. 34 da bormi? Kim 34 da o'tiribdi? Bor sizlarda. 34-o'rinda o'tirgan yo'lovchimizga hozir tabriklab qo'yamiz yo'lovchimizni mana aka. Mana shu artistlar keladi. 4-dekabr kuni konsertga tushishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz tushasiz, xohlasangiz yaqinlaringiz olib tushasiz. Mana joylari, qatorlari hammasi yozilgan. Saqlab qo'ying, ehtiyot qilasiz. Bu yetilmasdan nazorat joyi. Sog' bo'ling aka, yaxshi yetib oling. Saflaringiz bexato bo'lsin. Konsertlar yaxshi o'tkazib oling.